2006 Chevrolet Impala avtomobil ixlosmandlari uchun afsonaviy nomning kuchli va zamonaviy qaytishini anglatadi. Ushbu model klassik Impala merosini saqlab qolgan holda, yangi avlod texnologiyalari va yuqori unumdorlik bilan jihozlangan. Tashqi ko'rinishidan boshlab u o'zining sport ruhini yaqqol namoyish etadi. Old qismida kengaytirilgan radiator panjarasi, agressiv dizayndagi bamper va zamonaviy LED matrix farlar joylashgan. Kapot ustidagi keskin chiziqlar va aerodinamik shakl avtomobilga yanada dinamik ko'rinish beradi. Orqa tomonda esa qora diffuzor, tor chiqishli sport egzoz tizimi va LED chiroqlar bilan uyg'unlashgan zamonaviy dizayn mavjud. 2026 Impala kuchli dvigatel variantlari bilan taklif etiladi. Asosiy versiyada 6,2 litrli va 8 benzinli dvigatel o'rnatilgan bo'lib, taxminan 480 ot kuchi va 630 Nm aylanish momentini taqdim etadi. Ushbu agregat 10 pog'onali avtomatik uzatmalar qutisi bilan birga ishlaydi va oqdan 100 km/soatgacha tezlanish atigi 4,5 soniyani tashkil etadi. Maksimal tezlik elektron tarzda 250 km/soat bilan cheklangan. Shuningdek, ishlab chiqaruvchi yanada samaradorlikni istaganlar uchun gibrid qo'shimcha variantni ham taklif qilishi mumkin. Bunda kichikroq benzin dvigatel elektr motor bilan birgalikda ishlaydi va yoqilg'i tejamkorligini oshiradi. Shassi va osma tizimi to'liq qayta sozlangan. Sportga moslashtirilgan adaptiv amortizatorlar yo'l sharoitiga qarab avtomatik moslashadi. Haydovchi Tom Ford sport va track rejimlarini tanlashi mumkin. Sport rejimida rul boshqaruvi og'irroq bo'ladi, dvigatel javobi tezlashadi va uzatmalar qutisi yuqori aylanishlarda ishlaydi. Brembo tormoz tizimi kuchli disklar bilan jihozlangan bo'lib, yuqori tezlikda ham ishonchli to'xtashni ta'minlaydi. 20 dyumli yengil qotishma disklar va keng sport shinalari yo'lga mustahkam yopishishni ta'minlaydi. Ichki makon hashamat va sport uyg'unligidan iborat. Salon yuqori sifatli charm va alkantara materiallari bilan bezatilgan. Old o'rindiqlar chuqur yon qo'llab,